Nima bo'lsa bo'ldi, operatsiya bo'lgan bo'lsa ham olib chiqib, shu sovg'ani bermasam bo'lmaydi. Sizga shi sovg'ani bo'lmasin, voy ehtiyot bo'ling. Shu payt kerakmidi jonim? Yo'q, ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling. Endi sizni oldingizda men turmasam kim turadi, nechta? Voy, bunchalik bo'ligini bilmadim rostdan. Cholasizmi? Shekil. Ehtiyot bo'ling. Kerakmidi jon? Ovora bo'lib nima qiladi? Kerak. Bunday kunda siz bayisini yonsiz kerak emasman. Aka, tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat. Siz mana shu har doim 18 yoshdasiz. Voy, shuncha chiroyli. Jon, o'z yonimni chakmang. Yo'q, chakmayman, qarab. Mana shu mashina sizga sovg'a! Sizga sovg'a, jonim, tug'ilgan kuningizdan tabrik. Sog' bo'lsin. Bitta o'tirib ko'rasiz endi. Toshkentda deyarli hech kimda yo'q, Depal degan mashina. O'tiring. Sekin ehtiyot bo'lib o'tira olasizmi? Hoppa! Wow! Sekin. Muncha chiroyli bu. Jonim, rahmat. Butun operatsiyadagi og'riqlarim esimdan chiqib ketdi. Boringizga shukr. Mana shu mashina sizga sovg'a. Ko'pchilik meni siz bilan pul uchun yuradi deb boshqa deydi, lekin men siz bilan hech qachon pul uchun yurmaganman. Sizni nejniy qalbingizni yaxshi ko'raman. Siz meni nejniy ayiqchamsiz. Voy jonim, buncha zo'rsiz. Rahmat. Haydab ko'ramizmi? Haydolamanmi hozir qo'limga? Bilmadim, bu Depal degan avtomashina ko'ryapsizmi? Elektromobil ham gibrid. Siz uchun hammasi o'tirgan sidinalaringiz abdub, abagrev, hamma nimaiki komfort bo'lsa, hammasi bor. Bitta men uchun to'rimizni bosing. Bitta hech bo'lmasa bir qadam bo'lsa yuramiz. Ko'z yoshlaringizni arting, jonim. Zo'r ekan jonim. Bo'ldi, Boringizga shukr. Bansadan chiqishingizga shu mashina shu turadi, shuni haydab uyingizga ketasiz. Shunda ketaman-a? Shunda ketasiz. Rostdan. Men sevsiz o'zi yetadi. Mas uchun Banisani monitorigacha rasmingizni qo'ydirdim. Happy birthday to you. Happy birthday to you.